1,5 soat dedingiz, Anvar aka 2 soatda yetib keldik, qatlaga olib keldingiz meni. Aka, bu bizning qishlog'imiz. Otam tug'ilib o'sgan, bobolarim tug'ilib o'sgan joy. Havosi toza joyga olib keldim sizni. Samarqanddan bir 2 soat, 2,5 soat shu yerda qishloqlarga keldik. Shunday. Aka, bu uy bizlar uchun vobshe qadrli. Nima deydi? Agar necha pul turadi deb so'rasam-chi, bu obzor qilasizmi deb. Aka, 10 million dollarlik uy bo'lsa ham, bu bizga undan ziyod uy. Chunki bu yerda bobolarim, dadam, katatalarim o'sgan, tug'ilib o'sgan joy aka. Bu yerlarda aka qarang, havosi toza, odamlari boshqacha. Jahongir aka, o'tlik baraka yegansizmi? O'tli somsada, tog'da. Bu o'tlik bichak bu. Shu yerda, bichak. Shu yerda tayyorlangan, ha? Tabiiy. Qani olsin. Yeb ko'ring. No. Ana bo'lmasa, mana shu deb biz 2,5 soat keldik, ha? Shunday. Shu atmosferada. Voy. Asosiy o'zi nima? Meni bu yerga olib keldingiz deb so'rab qo'ymoqchi edim. Jahongir aka, bu yerga olib kelganim, bir ko'ring, bizda tug'ilib o'sgan joyda deb. Ko'p odam aytishadi, shaharda tug'ilish kerak, bunday pul bo'lish kerak deydi. Bu narsaga erishish uchun, ha? Mana o'sha Samarqandning eng chekka qishloqlarida ham tug'ilib o'sib, menimcha Samarqandda mayda ish qilyapmiz. Xohish, harakat Xudodan, avvalo Xudodan so'rasa, hammasi bo'ladi. Like bosib kommentariyada qo'llab-quvvatlaringlar, qishloq atmosferasi va qishloqdan chiqqan samarqandlik multivilaner. Jahongirjon, bizda aziz mehmonlarga, uzoqdan kelgan mehmonlarga kuzatishda to'n yopib kuzatish odati bor. Shuni uzatib. Rahmat. Menga birinchi marta to'n kiyishyapti.